Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Elit ligani mana ikkinchi turi ham bo'lib o'tdi. Kippoga qarshi edi o'yinimiz, xudo xolasa. Yutib oldi va alhamdulillah nasib qilgan ekan. Kippo komandasi ham necha yildan beri birinchi ligada o'ynab, ancha chempionliklarni olib kelayotgan komanda edi. Biz endi debyut qilishimiz birinchi ligada. Xudo xolasa ikkinchi turni ham g'alaba bilan yakunlab oldik. Ularga asosan kontratakka turdi. Alhamdulillah yutib oldik. Hammaga rahmat. Keyingi o'yinlarda Kippoga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Mana Elit ligasini bugun ikkinchi turi bo'lib o'tdi. Unda Kippo jamoasi Legions jamoasi o'ynadik. O'yin ko'rsatmasdan boshida yaxshi boshlandi bizning rejamiz bo'yicha. Lekin keyin azizlik sustaslikka berilib o'yinni suz qo'ydik. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda yana Kippo o'z mavqeyiga qaytadi degan umiddaman. Hamma jamoaga omad. Shu jumladan o'zimizga ham rahmat hammaga. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Zo'm sizlar charchamayapsizlarmi? Chempionat zo'r bo'lyapti, alhamdulillah. Ikkinchi tur. Bu komandalar zo'r, kuchli hammasi. Bu komanda ham ancha kuchli ekan. Raqib komandaga ham rahmat, shunchalik o'ynashdi. Qolganlarga ham omad. Organizatorlarga rahmat. Assalomu alaykum. Elit ligani mana ikkinchi turini o'ynadik, xudo xolasa. Birinchi taymda ozgincha omadimiz kelmadi. Ikkinchi taym shuncha vaziyatlarimiz bo'lib, shuni ham ura olmadik. Omadimiz kelmadi to'g'rirog'i. Hamma komandaga omad tilaymiz. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda yutishga harakat qilamiz.